Meni shaxsan o'zimni biznesimdagi o'sish nuqtalaridan qisqa misol keltirsam, biz birinchi bo'lib inson loyihasini ochish, inson misolida ko'rsataman. Ya'ni inson loyihasini ochdik, juda katta minusda yurdik. Oyiga $2-3 ming. Endi Allohga shukr, boshqa joydan baraka bergan ekan, Alloh savdo sohamdan yopib yurdim. Biz ham infaqat Xatolarim bo'ldi. Mana remontga Husan akam ham keyin aytdilar. Shuncha remontga tikkaningizga afsuslandingizmi dedilar. Men haqiqatda pul keltiradigan narsa emas ekan. Shunaqa bo'ldi. Endi o'sish nuqtasi nima bo'ldi desa, birinchisi networkingdan unumli foydalanish. Masalan, Ibrohim Gulyamov va Infactor loyihalari bilan hamkorlik qilganimiz bir pog'ona bo'lish bo'lsa ham har qalay o'sishga sabab bo'ldi. Bir pog'ona o'sishga va loyiha o'zini oqlashni boshladi. Ya'ni integratsiya qilib qanaqadir oldi berdilar qildik va nima deydi? Mijoz almashinuviga o'xshagan narsa bu. Xo'p, ikkinchi o'sish nuqtam men o'zim sezgan narsa Abdumannon domlada o'qiganim bo'ldi. Ya'ni oldinlari men muzoraba, musharaka shu narsalarni o'zim bilganim uchun shar'iy jihatdan ancha fiqhni bilaman deb o'ylar ekanman. Keyin o'qiganimdan keyin mayda-chuda, lekin e'tibor berish muhim bo'lgan narsalar bor ekanda. O'sha narsalarga jiddiy qaraganimdan keyin hayotimda baraka sezishni boshladim.